Murodjonov xudo xolisa. Ko'plik so'raydi, yangi motor qanaqa bo'ladi deb. Ko'plik so'ragan, ko'plik kutgan motor mana shu. Ko'plik so'rashgan edi, aka motor qanaqa holda keladi, qanaqa bo'ladi, mana shu bo'ladi. Istalba hol mana shu bo'ladi. Hech narsasi bo'lmaydi, hech narsasi yo'q. Shpilkalari, siychalar bor. Siychalari bor, xudo xolisa. Siycha o'zida keladi. Hammasida siycha bor. Mana shunaqa istalba holatda bo'ladi. Atrofga pompasini qo'yamiz, shkiflari, filtr, generator, konditsioner, воздушный kollektor hammasi qo'yiladi. Korзина displeylar qo'yiladi. Mana shu holatda keladi. Endi atrofini hammasini yuvib, tozalab yig'amiz, xudo xolisa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilib, xudo xolisa, yig'ib. Shkiflar o'ziniki, generatorlar o'ziniki, kollektorlar o'ziniki, воздушный hammasi o'ziniki qo'yiladi. Hammasini tozalab, gaz shlankasi bu. Bunda turganda osonroq qotirish, shuning uchun o'tga Mashina o'zi qotilib ketiriladi. Turibkalar chirib ketgan ekan, turibkalar hammasini yengga qo'yildi. Suvni turibkalar hammasi yengga chirib ketgan ekan, hammasidan suv oqizib ketgan ekan. Hammasini mana yuvib tozalab, qodir qilgancha qilib berdi. Eng shirin joyi keldi, zavod qilish joyi. Hozir men shu pulti bo'lgan, pultini berishmadi. Mana o'shanga avvalgi ko'chib olmoqda. Mochirolarga ahamiyat beramiz. Mochiro sira o'shdi. Zavod bo'lishlari yaxshi. Eng shirin joy mana shu bo'ladi. Shuna bittada zavod bo'lganda odam maza qilib oladigan joy-da bu. Yomonsangiz bitta xudo xolasa. Motorlari qo'q-qo'roq hamma joyi sifatli qanaqa bo'lmagan, moylar top-toza turibdi. O'tira o'zining seplantirishlar yumshoq, mana shunday bo'lib turish kerak, seplantirishlar. Qimirlab turish kerak. Yumshoq. Yuzimni qochib turish kerak kazinada. Bu straxovka bo'shab ketmasligi uchun men plasmasi baribir bil bo'lmaydi. Orqasida stafka qilib qo'ygan yaxshi. Mas'ullar dedi. Changan 98 talik qizyapti deb olib kelishuvdi. Qizyapti deb qilib berishgan. Radiatorlar yorilib ketgan. Radiatorlarni alishtirib, kerakli patrulka-turkalarni alishtirib, hammasini to'g'rilab berdik. Xudo xolasa video davomida qo'yiladi. Bunga yangi mas'la motor qo'yildi. Buni ham sabablari bor. Uni ham hozir ko'rsatib tushuntirib o'taman. 2 soatcha olib ketganda qilib turdik. Benzinda, gazda, suv oqadimi, moy oqadimi hammasini tekshirdik. Tekshirib keyin chiqazib Hozir o'chirib qo'ydik. Birpas sovigandan keyin bitta zavod qilamiz. Hop, endi mana asosiy masala galovka trashina bo'lgan. Sababi bu 1 marta, 2 marta qizimagan, juda ko'p qizib yuravergan, havo bo'lib qolgan, yo bo'lmasa bu trashina bo'lishiga sabab ko'proq, yo bo'lmasa havo kirib qolgandan, shunga o'xshash narsalardan bo'ladi. Iloji boricha qarab, suvlarga qarab yurish kerak. Buni o'zini yengisi qimmat turadi. Sepilnitros noto'g'ri qo'shib mana joyga g'ajirib ketgan. Buni almashtirdik. Radiator yorilib ketgan edi tepasidan. Tepasi ochilyapti mana. Buni almashtirdik. Buni ham qalin ingichkasi bo'ladi. Bunaqasiga qalin ingichkasi bo'ladi. O'sha qalinini zavodskoyga qo'ydik imkon qadar. Hop, bo'ladi mana blok. Bo'ladi blok 4-silindrdan suv o'tib yurgan, o'zi asosiy hammasiga o'tib ketgan, lekin 4-silindrdan ko'proq o'tgan, pastdan o'tib yurgan. Qiyshayib ketgan hammasi. 4-silindrda porshenda stuk bor. Endi bu stuk suv tushganda yo shaton qaylib ketadi, yo bo'lmasa kanivalli kalachisi o'ynab ketadi. Nechidir sotkiga o'tgan. Taqillash darajaga bormagan, ozgina yursa taqillaydigan darajaga kelib qolgan. Endi ko'proq bu narsa nimadan kelib chiqadi? Mashina zavod bo'lmagan emas, qizigan ichiga suv to'ladi, tortib zavod qilish, majburlar zavod qilishdan kelib chiqadi. Chunki silindrdagi suv qayergadir chiqib ketishi kerak. Pastdan tepadan chiqib olmagandan keyin shaton qaylib ketadi. Ba'zi birlarda blok ham tez chiqadi. Shuning uchun yangi galopkaga bu blokka bosib bo'lmaydi. Porshni ko'rsalarni qilish kerak bo'ladi. Bo'lmasa bu so'rib oladi. Shuning uchun porshni buni o'zini remont qilish kerak bo'ladi xullas. Buni remont qilib, galopkani yangi qo'yib, qilguncha yangi motori puli ketib qoladi, undan ham o'tib ketadi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan keyin u zo'r chiqmaydi. Sal og'irroq bo'lib qoladi. Ko'plar galopkani eshittirgandan keyin, "Aka, men motor og'irroq bo'lib qolgan, chopmaydi, og'irroq 60 dan o'tmaydi, 80 dan o'tmaydi" deb aytishadi. Ko'proq o'shandan bo'ladi. Nimadan bo'ladi? Chaqlab tashaladi ham tegi. Galopkani tegi chaqlanadi. Blok qiyshib ketadi. Blok qiyshagandan keyin nechidir sotga qiyshib qolgandan keyin blok ustini chaqla olmaydi. Blok ustini sababi yechitib chaqlash kerak. Chaqlamagandan keyin proklatka siqadi. Qattiq siqqandan keyin 1 oy, 2 oydan keyin proklatkan kuch bilan yuradi, yana suv o'tkazib yuboradi. Kompressiya bo'lmaydi. Kompressiya mashina zo'r bo'lmaydi. Kompressiya yoqqa bu yoqqa o'tib yuraveradi. O'shani hisobiga mashinalar og'ir bo'lib qoladi. Galovka proklatga almashtirgandan keyin ba'zi birlari mana bunaqa qiyshib ketgandan keyin. O'shaning uchun imkon qadar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'shani kuch kamayaveradi. Har gal mashinagi chaqlanganda, itiga chaqlanganda sepli ham bo'shashib qoladi. Metga ham sal o'tib qoladi. Mashina yaxshi yurmaydi, tortmaydi, og'ir bo'lib qoladi. O'shaning uchun bunaqa vaziyatda agar
Расход kattaroq bo'lsa, yangi motor qo'yib yuborgan yaxshi. Ham yangi motor udashli bo'ladi, yaxshi chiqadi, moy yemaydi, yurishlari chopadi. O'zinikida ancha yaqinli bo'ladi, qo'lda yig'ilgandan. O'shaning uchun ham hozir karzin displeyni vizimni qotib qolgan. Karzina yonib ketgan karzina. Disiplina qolmagan. Umuman temir chiqib qolgan. Suvni turibkalari mana chirib ichlari to'lib ketgan. Hammasi to'lyapti mana suvlari. Ichi zanglab, bunaqa zanglab nakib bo'lib qolgandan keyin suv aylanishi qiyin bo'ladi mana bu. Tegidagi, pompani orqasida mana qolmagan uchi. Mana hammasidan ozgina suv oqib yuravergan, mashina qizib yurgan. Buni ko'rishmagan, bilishmagan. Mana teshilib ichlari to'lib yotibdi. Pompani ham o'zini qo'yuvdi, lekin pompasi antizga chidamadi, oqizib yubordi. Bularni kirchatkasi ketmaydi. Men lekin hali ko'rmaganman, shuncha yil ishlab. Men o'zim 12-13 yil bo'lgan bo'lsa, lekin pompasi ketganini ko'rmadim bu mashina. Bu mashina o'zim yil 2014 ekan. Lekin hali pompa ketdi. Bularda faqat oqizib yuboradi suvda yurganda. Gaz shlankalari arzimagan pulni almashtirib yuborgan yaxshi, tez qotib ketadigan narsa. Bu poddollari suv o'tib ketgan poddollariga mana suv turibdi. Воздушный filtr to'lib ketdi. Hammasini almashtirib, xudo xolasa cho'tki qilib berdi. Sudatchi boshqa mashinaligini qo'yishgan ekan. Endi bu ham o'zinikini qo'ygan yaxshi baribir. O'zini miyasi bilan bir-biri bilan tushadi.